Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, akalar. Haqiqiy Qirg'iziston Arashan Edilboy sovliqlarida velikanlar yetib kelgan, yoshlar yetib kelgan akalar. Bo'ylari 80 plyusda 3 ta 2 tish, bitta 4 tish, bitta 6 tishi bor. Haqiqiy yirik variantlar. Videoga bittadan like deb bosib akalar, kanalga obuna bo'lib turasizlar. Xudo xolasa do'stimiz Yunusxonni qo'rolarga kelgan. Assalomu alaykum. Yaxshimi, charchammi? Qo'ylar Xudo xolasa Beshkekdan toza Simjunidan keldi. Qo'ylar toza narsalar. Bo'g'oz. Hammasi. 2 oylik, 3 oylikdan o'zi qildirib olishaveradi. Bemalol. Garantiya bo'g'oz ekan-a. Bo'ldi, Alloh barakasini bersin. Narxi ham bombolar a? Narxi yo'lida. Yo'lida. Narxlar yo'q. Jonivor. 2 tish, hammasi 3 tasi 2 tish dedingizmi? 3 tasi 2 tishda. Bitta manasi 6 kurak, mana. Mana shunisi 6 kurak. Qorinda ham lekin bo'lakcha tashabdi. Bormi mana shunisi, bor-ku. Nasibsa egiz tug'ib beradi mana shunisi. 6 tish. Ha, qolgani mana bular. Jonivorlar turishini qarang. Quloqlarini qarang bular. Haqiqiy tikka dumba. Oq yuzlaridan yetib kelgan akalar, o'ylanmasdan aloqa chiqaverasizlar mana. Jonivorlar qarang. Ikkitasi qochib ketib qoldi, keladi mana. Jonivorlar qarang. Haqiqiy oq yuzlaridan olaman degan aka-ukalarga 2 tish, 3 tasi 2 tish ichida, 5 ta qo'ydi o'zi 3 tasi 2 tishda. Mana kelyapti 2 tishlar. Bah. Jonivorlar qarang, haqiqiy jonivorlar bir go'shtdor tikka dumba, haqiqiy bo'ladigan yosh sovliqlar ekan. Ular bollari ham o'ta bo'lakcha chiqadi, xudo xolasa kelar. Buni olib chiroyli ko'paytirishlar uchun ishlarni bitta ko'rsatib qo'yamizmi? O'zini isboti bilan bo'lsa, haqiqiy bo'ladigan deganlarga haqiqiy mana kelar qo'ylar o'zi tulagan bunaqa. Mana katta olishga endi kelgan, endi yorgan jonivor, hali chiqarib bo'lgan yo'q. Ular ham oxirigacha jonivor. Mana kelar. Oling, xudo xolasa chiroyli baraka topasiz sovliqlar. Tavsiya qilaman, o'ylanmasdan olavering, haqiqiy bo'ladiganlar. 80 dan past yo'q-a bu ya? Xolasa 80 plyusda qo'ylar, 80 ga olish olsin. Quyug'isi yo'qmi? Quyug'isi yo'q. Ha, bo'ldi, gap yo'q. 80 ga olaverasizlar akalar. Haqiqiy zo'rlar yetib kelgan. 3 ta 2 tish aytganimdek, bitta 4 tish, bitta 6 tishi bor. Endi narxini og'ayni buni bo'ladigan qilib kelishtirib aytasiz, xudo xolasa obunachilarga aloqa chiqishadi. Chiroyli qilib yetkazib berasiz inshaalloh. Dostavkasi qayergacha qilib beramiz? Dostavkani Buxorogacha qilib beraveramiz. Buxoro. Vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo ham. Qashqadaryoga ham ketaveramiz. Akalar aloqa chiqasizlar, bitta narxini endi yorib yuboramiz konkretni qilib. Narxi 8 million 500 ming so'mdan yetkazib beramiz. Xayri bor yana. Xayri bor yana ozgina. Ham dostavka qilib beramiz, kelishilgan holda. Xorazm, Surxondaryodan so'rab qolishsa, ozgina keladigan joyi bor. Necha puldan o'tadi? 8,5 dan. Bitta kelishtirib o'ting, video realni bo'lsin. O'tib beraman, telefon qilaveringlar emas. Realni, ha, bo'ladi. 8 million 300 ming so'mning dostavkasi ichida ketdi. 82 dan bo'lsa, o'shanda to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Hisobga ham to'g'ri bo'ladi. Ha, bor baraka. Ha, 8 million 200 ming so'mdan akalar. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa. Sovliqda haqiqiy velikanlari, yoshlar, eng glavniysi buni yoshlari bo'g'ozligi, naqligida akalar. Bo'g'ozligi naq, xudo xolasa. O'zi tulaydi mana simjun jonivorlar mana. Shuni ham ham 2 tish akalar mana. Buni ham 2 tish ichida. Buni 6 tish edi. Mana shuni ham bitta ko'rsataylik. Buni umidi yana 2 tish. Bu 4 tish. 4 tish ha bu. Buni 2 tish. Ha, narigi ham 2 tish. Mana bu 4 tish. Mana akalar hammasini tishini ham ko'rsatib qo'ydik. 2 tish bu. 6 tish o narigi ko'rsatdik uni. Mana akalar 3 ta 2 tish, bitta 4 tish, bitta 6 tish. Mutlaqo o'ylanmay aloqa chiqasizlar akalar. 8 million 200 ming so'mdan akalar, xudo xolasa naq bo'g'oz, yosh sovliqlar akalar, xudo xolasa Qashqadaryogacha dostavkasi bilan xonadoningiz kirib boradi, xudo xolasa. O'ylab o'tirmay aloqa chiqaveringlar akalar, haqiqiy sovliqda cho'tkilari kelgan. Videoga like deb bosib, kanalga obuna bo'lib turasiz. Ikkinchi partiyaga akalar velikan hisorlari chiqadi. Hurmatli obunachilar, haqiqiy Tojikiston hisori velikan sovliqlaridan ham yetib kelgan. Soni nechta og'ayni bu yerda? Haqiqiy velikanlar yetib kelgan akalar. Soni 12 bosh, 7 sog'liqlari zo'r. Yoshlari ham akalar tiniq yoshda. Bitta o'z chekkadagi qora qo'zisi bor, yana bitta 2 tishi bor, qolgani 4 tish, 6 tish akalar. Haqiqiy bo'g'oz variant. Ular ham 50